12. ders taqvodorlik haqida. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlağa İslam alimi Abdüveli Qari rahimahullah derslerden tallanmala 12. ders taqvodorlik haqida temisini okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. 12. ders taqvodorlik haqida. Allah subhanahu ve taala taqvoni öz muhabbatiga erishishning yo'li qildi va öz kitobida taqvo sifatini ko'p yod qildi. Ham shuningga targ'ib qildi. Allah subhanahu ve taolaning taqvo sifatini ko'p yod qilishi uning öz muhabbatiga erishishdagi yo'llardan bir bo'lganligidan bo'lsa kerak. Vallohu a'lam. Allah bu sifatni ko'p yod qilganligi uchun biz bu sifat ustida ko'p to'xtalmoqchimiz. Dunyo va oxiratning saodati taqvo sifatiga bog'liq bo'lganligi uchun bu sifatni bayon qilishda biz taqvoning Allohning dinida tutgan o'rni, taqvoning mohiyati va uning haqiqati, taqvoga erishish yo'llari deb 3 qismga bo'lib so'zlamoqchimiz. Hozirgi darsimizda vaqt yer bersa, taqvoning Allohning dinidagi o'rni va uning mohiyati haqida bahs yurgizmoqchimiz inshaalloh. Agar tamomlashga imkoniyatimiz yer bersa, tamomlaymiz. Bo'lmasa, inshaalloh keyingi darslarimizda davomli o'rganamiz. Allah Qur'oni Karimda, ya'ni sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasaralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Sura Nisa 131-oyat. Demak, taqvo sifati Allah subhanahu va taala payg'ambar avatgan ummatning hammasiga bo'lgan. Bashariyat boshlanganidan tortib Taki Peygamber aleyhisselamgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammasiga ummatlar bilan birga bo'lgan tavsiya taqvo tavsiyasidir. Shuning uchun har jumada imom xatib avval o'zi ondan boshqalarni taqvoga chaqirdi. Xutbaning sunnatlaridan birimi avval o'zi ondan boshqalarni taqvolik qilishga tavsiya qilishdir. Hatta Rasululloh sallallahu alayhi ve sellemge sahabiler, men bir seferge kitiyotimen, bana bir vasiyet kılın degende Resulullah, Allah sizge takvanı zad rahile kılsın dediler. Yani seferde yemek içmek ve başka neslen iliştin göre takva zad rahilesini ilişinin evzel ikenlikini etti. Mana bu sıfatni ağandın keyin Allah'a taqvodorlik qilgan odamga o'zi xiyol qilmagan joydan rizq berdi. Shunga bir kishi safarga manganda u taqvo zod rahilasini olgan bo'lsa, boshqa narsadan g'am qilmasin. Rasululloh ummatga mana shunday ta'lim berdilar va shuning bilan birga haj safarga ketayotgan kishiga Alloh taolo hajda fisqi, fujur ve pes gaplarni qilmaslikni tavsiya qilgandan keyin, ya'ni zod rahila ilvilinglar, eng yaxshi zod rahila taqvodorlikdir deydi. Sura Baqara 197-oyat. Kiyimlerinin bayanida Allah Teala kiyimlerinin en zinnetlikini mescitte namazga turganda kiyishni buyurish bilan birga hamma kiyimdan en oliy bo'lgan libosni mundaq bayon qildi. Ya'ni ey odam bolalari, har namoz vaqtida yoki tavob vaqtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar. Allah Teala yana Adem avlodiga o'z avratini yapadigan libosni berganligini minnat qilib, ya'ni sizlarga biz
haqiqatan avratinglarni yapadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Taqvodorlik libosi eng yaxshidir deydi. Salaf solihlarning hammasi shu libos bilan faxrlandi, ham shuning bilan ibratlendi. Hasan Basri rahimahulloh bir qabristondan o'tib ketayotganda yig'lab turgan bir ayolni ko'rdi. U ayol uchisiga yangi libos kiyib olgan edi. U bu ayolning qabristonda yangi libos kiyib yig'lab turishidan ajablandi-da, uningga bu qabristonda yig'lab turishing birinchi xato bo'lsa, bu libos bilan turishing ikkinchi xato dedi. U ayol bu qabrda yotgan mening erim bo'ladi. Erimning tugab ketganligi sabr qila olmay yig'layotman. Erim meni mush kiyimim bilan ko'rishni yaxshi ko'radi. Shunga bu kiyimimni kiyib keldim dedi. Hasan Basri bu ibratdan aqlini yo'qotdilar, ham aqliga kelib atrofdagilar nima bo'lganlikdan so'rashganda bu bir o'lik uchun uning habibi u eng yaxshi ko'rgan kiyimni kiyishni tanlabdi-yu, men nima uchun abadiy tirik bo'lgan Allohning huzuriga Allah eng yaxshi ko'rgan taqvolik libosini kiyib bormayman deb ibratlandim degan ekanlar. Shuning uchun Alloh taoloning kitobiga bir murojaat qiladigan bo'lsak, eng ko'p zikr qilingan kalima taqvo kalimasidir. Allah Musa alayhissalomga nido qilib, ya'ni o'z vaqtida Rabbing Musaga nido qildi. Sen zolim qavmga borgin. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. Nuh alayhissalom qavmiga qarab, ya'ni sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar, Allohga taqvo bo'lmamsizlar dedi. Ad qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Hud alayhissalom Ad qavmiga payg'ambar edi. U Ad qavmiga, ya'ni sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar, Allohga taqvo bo'lmamsizlar deb xitob qildi. Lut alayhissalom, Ayyub alayhissalom, Ilyas alayhissalom ham qavmiga, ya'ni sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar, Allohga taqvo bo'lmamsizlar deb xitob qildi. Rasululloh alayhissalom o'ziga nozil qilingan Qur'onda tamomiy insoniyatga xitob qilib, ya'ni ey insonlar, taqvodorlardan bo'lishinglar uchun sizlarni va sizlardan burunqilar, ya'ni o'tganki ummatlarni yaratgan Rabbinglarga ibodat qilinglar deydi. Xulosa, ro'zining farz qilinganligi to'g'risidagi oyatda ham Allah ro'zining taqvo qilishlik uchun ekanligini bayon qilib, ya'ni ey mu'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'zi farz qilingandek, sizlarga Ramazon ro'zisi farz qilindi deydi. Ramazoni sharifning farz qilinishi ham o'zimizda taqvo sifatini barpo qilish uchun. Alloh taolo oyatlarini bayon qilishlikni, ya'ni kishilarning harom qilingan ishlardan saqlanishlari uchun Allah oyatlarini ularga mushundaq bayon qiladi. Har bir oyat, har bir suraga qaralsa, taqvo sifatiga dalolat qilinganligi chiqadi. Muhammad alayhissalom iymon etgan kishilarga xitob qilib, ya'ni ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilanla vafot bo'linglar deydi. Allah subhanahu va taolo taqvoni o'z huzuridagi eng mukarramlikning o'lchami qilib qo'ydi. Allah'ның huzuridagi eng mukarram odam eng taqvo kishidir. Allah Qur'onda, ya'ni haqiqatan eng taqvodor bo'lganinglar
Allah'ның dərgahida ən hörmətlik hisoblanasizlar deydi. Odamlar nazarida dövlətmən kişi hörmətlik bo'lishi mumkin. Qaddi qomati kelishgan odam hörmətlik bo'lishi mumkin. Ən zolim, maraz odam ham hörmətlik bo'lishi mumkin. Kishilar ulardan qo'rqqanligi uchun hurmat qiladi. Ammo Allohning huzurida mayli dövlətmən bo'lsin, kambag'al bo'lsin, mayli olim bo'lsin, hafiz Qur'on bo'lsin yoki bo'lmasin, faqat taqvo bo'lsa, shu kishi Allohning huzurida mukarram bo'ladi. Allohning huzurida qorilar, olimlar, puldorlar, to'rilar yoki qad qomati kelishgan kishilar emas, balki Allohga eng taqvoli qilguvchi kishi mukarramdir. Alloh o'z do'stlarining taqvo kishilar ekanligini aytdi. Ya'ni Allohning do'stlari faqat taqvo kishilardir. Taqvoliq kishilardir. Allah subhanahu va taolo o'z do'stlariga qiyomat kuni qo'rqinish yo'qligini e'lon qilib, ya'ni rastla Allohning do'stlariga oxiratda Allohning azobidan qo'rqish, dunyoda qo'lidan ketkizib qo'yganga qayg'urish yo'qdir, deydi. U kishilarning taqvo kishilar ekanligini tilga ilib, ya'ni ular iymon etgan va taqvodorlik qilganlardir, deydi. Hatta amal muttaqin taqvo kishilardan qabul bo'ladi, birodarlar. Allah bu haqda, ya'ni Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Hatta Qur'oni Karimni boshdan oyoqgacha o'qigan kishi taqvo sifati bo'lmasa, uningdan foyda ola olmaydi. Ya'ni bu Qur'on umumiy insonlarga bayondir. Ya'ni halol bilan haromni ochiq bayon qiladi. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatkichidir va va'zi nasihatdir. Qur'oni Karimdagi sura Fatihadan keyingi sura Baqarada, ya'ni Alif Lam Mim. Bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir deyiladi. Xulosa, taqvo asosiga qurilmagan har qanday amal egisini jahannamga so'raydi. Ya'ni dinning binosini Allohning taqvodorligi va rozilik asosiga qurgan odam yaxshimi yoki yiqilay deb qolgan yarning girvikiga qurib, o'zimi uning bilan birga do'zax o'tiga o'rilib tushgan odam yaxshimi? İqtisodiy qulaylikni vujudga keltirishni ham Alloh taolo ummatning taqvo asosiga qurdi. Agar iqtisodiy qulaylik kishilarga zulm qilish asosiga qurilganda, mana shu diyorlarda yashagan odamlar eng iqtisodiy qulaylikda yashagan bo'lar edi. Taqvo sifati yo'qolganlik uchun tamomiy barakatni Alloh taolo ko'tarib etdi. Biz buni voqealardan emas, kitobimiz Qur'oni Karimdan bilamiz. Ya'ni payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qiladi. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shu ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildi. Allah o'z nusrati, yordami va muhabbatini taqvoli kishilarga va'da qildi. Ya'ni Allah haqiqatan taqvodorlik qilguvchilar va yaxshi ish qilguvchilar bilan birgadir. Allah ham o'zining taqvo kishilar bilan birga ekanligini e'lon qildi. Ya'ni bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birgadir. Sura Baqara 194-oyat.
Oqibat o'tirida har xil voqealar bo'laverdi. Ba'zida batil yenganda ko'rindi, lekin ko'p darslarimizda aytganimizdek, batilning ko'rkamligi ba'ayni puylinib, cho'ngiyib berayotgan sharga o'xshaydi. Nadan odam sharning cho'ngiyib berayotganligidan xursand bo'ladi, lekin u halokatga yaqinlashib beraverdi. Oqibatning yanada taqvolarga mansub ekanligini Allah Qur'onda ko'p tilga elib, ya'ni yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir. Ya'ni yaxshi oqibat faqat taqvodorlarga xosdir deydi. Tanglik balolardan qutulishning yo'lini Allah ham taqvo dedi. Ya'ni kimiki Allohdan qo'rqadigan, Allah uningga chiqish yo'li berdi. Başta aytganimizdek, ya'ni Allah uningga o'ylamagan yerdan rizq berdi. İnsan fitna davrida haq qaysi, nahaq qaysi shuni farqlantirishga taqvo sifatini shart qildi. Ya'ni ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Allah sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi, sizlarga mag'firat qiladi. Sura Anfal 29-oyat. Taqvo qilishini amallarning noto'g'rilikdan to'g'rilanib qilishi, gunohlarning mag'firat qilinishi va qiyin ishlarning osonlashtirilishiga ham va'da qildi. Ya'ni ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni qilinglar. Allah sizlarning amallaringlarni tuzaydi. Ya'ni sizlarni yaxshi amallarga muvaffaq qiladi. Gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Ya'ni kimiki Allohdan qo'rqadi ekan, Allah uning ishlarini osonlashtirib berdi. Xulosa, taqvo Allah'ның rızasıga erişishga sabab bo'ladi. Biz Allah yo'lida qurbonlik qilganimizda Allohga qini go'shi yetmaydi. Qini yerga to'kiladi. Go'shini o'zimiz yeymiz. Allohga yetib bordig'ini faqat taqvo. Ya'ni Allohga ularning go'shlari va qonlari yetib bormaydi. Allohga yetidig'ini faqat sizlarning taqvodorliginglardir. Shuning uchun Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qurbonlik uchun bir to'yga olgandan keyin uningdan semizroq bir to'ygini ko'rib, Allohning shuorini ulug'lash maqsadida shuni setib olib qurbonlik qilishni niyat qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Yo'q, Allohga uning go'shi qini yetmaydi, balki taqvolik yetadi. Shuni sen başta ağınağını soy dedi. Bizde bu xil suret tepilmaydi. Biz yaxshiraqini tapqan bolsak, uningdan nacharraqi uchrab qolsa, yaxshiraqini qo'yib, shu nacharraqini so'yishga urinamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yaxshiraqini so'yishdan ham to'sdi. Taqvoning bu dunyodagi mukofotlarini o'rgangan bo'ldik. Taqvoning oxiratdagi mukofotlari kengligi osmon ziminchilik keladigan, uzunligi Allohning o'ziga ma'lum bo'lgan jannatdir. Allah Taala bu jannatni davlatmanlarga ya qaddi qomat kishilarga, erlarga ya ayollarga va'da qilmadi. Hafiz Qur'onlarga ya olimlarga va'da qilmadi. Belki taqvo sifatiga ega bo'lgan kishilarga va'da qildi. Ya'ni kafirlarga dunyo tirikchiligi chiroyli ko'rsatildi. Ya'ni ular dunyoning shahvatlariga, ne'matlariga maftun bo'ldi. Maftun bo'ldi. Mu'minlarni masxir qildi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan daraja jihatda ustun turdi. Kafirlar mu'minlarni mol davlat tepishning o'rniga namoz o'qib,
ro'za tutib vaqtini o'tkazadi, mol davlatning qadriga yetmasdan uning 40dan birini zakot berib yurishibdi deb masxara qiladi. Bu hayoti dunyo mana mushundaq kofirlarga zinnatli qilib ko'rsatilgan. Ammo ming afsuslar bo'lsinki, kofirlardagi shu shuar bizga o'tib bormoqda hozir. O'zimiz qilolmasaqmi, qilganlarni, masxara qilganlarni bir tekshirib ko'rdigan bo'lsak, ular musulmon bo'lib chiqadi. Mana bu bizga o'tib berayotgan kofirlarning shuaridir. Allah bu yerda taqvo qilgan kishilarni qiyomatda ulardan ustun deyapti. Ya'ni shubhisizki taqvodorlar jannatlarda va iqib turgan buloqlarning orasida bo'ladi. Ya'ni ular jannatda emas, jannatlarda bo'ladi. Çeşmelerde yuyunudu. Yani ular Rabbi ata qilgan narsalarni qabul qiladi. Ular buningdan ilgari, ya'ni dunyodagi chaqda yaxshi ish qilguvchilar edi. Ya'ni ular hayoti dunyoda muhsin, Allohni ko'rib turgandek ibodat qilguvchilar edi. Ya'ni taqvodorlar haqiqatan bexatar joyda bo'ladi. Qo'rqinch bo'layotgan qiyomatda muttaqinlar xotirjam joyda bo'ladi. Ya'ni shubhisizki taqvodorlar jannatlarda bo'ladi. Suv, may, hasal, süt o'stanlaridan bahramand bo'ladi. Ya'ni shubhisizki taqvodorlar ne'matga erishadi. O ne'mat bog'lar, üzümlerdir. Ya'ni shubhisizki taqvodorlar soylardan, buloqlardan va ko'ngli taqan mevalardan bahramand bo'ladi. Allah subhanahu va taala mana bu taqvo sifatini o'z kitobida ko'p yod qildi, ham taqvo sifatiga ega kishiga hamma yaxshilikni va'da qildi. Lekin taqvo kishilar deb Allah taala kitobida din yo'lida ko'p harakat qilgan, qiynalib yurgan kishilarni ko'rsatdi. Ham ya'ni sizlar texi ilgarikilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mu'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchirgan va cho'chitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mu'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir deydi. Muttaqinlar cho'qim Allohning imtihon bosqichini muvaffaqiyatlik besib o'tishi shartdir. Chunki ular kelgusida Allohning omonati yuklanadigan kishilar bo'lgani uchun taqvo sifatiga ega bo'lmay turib, Alloh ularni amin kishilar, omonatlik kishilar deb atamadi. Biz endi taqvoning mohiyatiga ko'chamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqvoning nimaligi haqida bizga ba'zi bir xabarlarni bergan. Taqvo nima deb so'raganlarda taqvo mana mushiyada deb o'z ko'ksiga ishorat qilib 3 qitim aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamning tenida bir parcha go'sht borki, u o'nglansa hamma o'ngshiladi, u buzilsa hamma buziladi. Bu bir parcha go'sht qalbdir dedi. Shuning uchun biz taqvo mohiyatini o'rgangan vaqtimizda har bir amalning zohiriy ko'rinishiga qarab taqvo dilda bo'ladi deb amalda nima xohlasak shuni qilish emas, balki qilayotgan amalimiz oldi bilan zohirida shariatga uyg'un bo'lgandan keyin uning qabul bo'lish bo'lmasligi qalbimizdagi taqvoga bog'landi. Ko'rinishda shariatga uyg'un bo'lmagan amalni qilib turib, dilimda taqvo bor deyish, u o'tmaydi birodarlar. Avval amal shariatga muvofiq bo'lish kerak. Amal shariatga uyg'un bo'lgandan keyin uning ko'rinishi e'tiborga ilinmaydi.
uni taqvo bilan qilgandan keyin, ya'ni Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Biz taqvo sifatini tekshirishimiz kerak. Allah Sura Baqarada, ya'ni Alif Lam Mim, bu kitobda, ya'ni Qur'onda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir degandan keyin muttaqinlarning sifatini bayon qildi. Ya'ni ular g'aybga ishonadi, namozni ado qiladi. Ular biz bergan mol-mulkdan Alloh yo'liga sarf qiladi. Ular sana nozil qilingan kitobga, sendan ilgirki payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga ishonadi va oxiratga shaksiz ishonadi. Ana shular Rabbining to'g'ri yo'lida bo'lg'uchilardir. Ana shular baxtga erishguchilardir. Biz mushu oyatga asosan taqvoning ba'zi sifatlarini bayon qilamiz. Birinchi, g'aybga iymon keltirish. Namoz, infoqqa zakot albatta kirdi. Malning zakotdan boshqa ham haqqi bor. Umi infoq kirdi. Va Allohning kitoblariga ergashish. Mana bu muttaqinlarning Qur'oni Karimda kelgan birinchi sifatidir. Demak, g'aybga iymon keltirishimiz kerak. Ya'ni Allah subhanahu va taolo o'z kitobida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarida xabar bergan, ko'zimiz ko'rmagan xabarlarga iymon keltirishimiz kerak. Biz mana shu g'aybga iymon etish bilan kofirlar va hayvonlardan farqlanamiz. Kofirlar ham hayvonlar ko'rgan narsasidan boshqa ishonmaydi. Mu'minlar ko'rgan narsasi ham Allah xabar bergan, ko'rmagan olamga ishonadi. Alloh taolo qayerda iymonni zikr qilsa, shu yerda namozni shart qilgan. Shunga namoz o'qimay turib, odam taqvo sifatining hidini puriy olmaydi. Alloh yo'lida infoq tabiatida bo'lish kerak. Birinchi, zakat. Zakat bermay turib, molidan har qancha sarf qilgan bo'lsa-mu, biz uni hayotida mutlaq infoq qilmagan odam deb bilamiz. Zakat bergandan keyin muhtojlarni ko'rganda qalbida infoq, mehr paydo bo'lish kerak. Bu taqvolik kishining sifatidir. Alloh taolo buni shart qildi. Ba'zi kishilar borki, namozni nihoyatda katta sifatlarda chiroyli o'qiydi. G'aybga iymon keltirishidi, ammo ulardan moliyaviy infoq sifati tepilmaydi. Moliyaviy infoq tepilsa, Qur'onga ergashish sifati tepilmaydi. Rabbimiz bu vaqtda nima degan deb izlanmaydi. Bu muttaqinlarning birinchi sifati. Bu haqda hadislarni keltirmoqchimiz. G'aybga iymon keltirish haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Imom Bayhaqi rivoyat qiladi-ki, iymon nima deganda, iymon ixlos, ya'ni amalni Alloh uchun qilish dedilar. Ba'zida yana iymon nima deb so'raganda, sana Alloh va uning rasulining boshqa hamma narsasidan so'yimlik bo'lishi iymon dedilar. Ya'ni ba'zi o'rinlarda iymon nima deb so'ralganda, Alloh uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yomon ko'rish, Alloh uchun bermaslik, mana bu iymon dedilar. Muloyimlik bilan mashhur kishilarda yaxshilik sifati ko'p tepiladi. Musulmonmi, kofirmi, munofiqmi, o'g'rimi, kazzobmi, hammani farqlantirmasdan yaxshi ko'rdi. Bu iymon emas, birodarlar. Iymon Alloh uchun, Allohning do'sti, Allohning buyrug'ini ijro qilib o'tibdi deb yaxshi ko'rish, ham uningga qo'shilib Alloh uchun yomon ko'rishlikdir. Alloh uchun yomon ko'rish
Allah'ның buyrug'ini qilmaganligi uchun yomon ko'rishdir. Ba'zi kishilardan bu sifat tepildi. Ba'zi kishilardan infoq sifati tepildi. Muhtoj kishilarni ko'rganda qalblar eriydi. Muhtoj kishi va muhtoj o'rinlarga berdi. Malini chechib o'tgandek hammaga beraverdi. Ammo hadisning ro'yi bo'yicha bo'lganda Alloh uchun ham bermaydigan bo'lish kerak. Masalan, melim bor yo'q desam, yolg'on aytgan bo'laman. Ammo sana bersam shariatga xilof, shariat cheklagan ichimlik, muzika degandek o'rinlarga sarf qilsan, shunga berolmayman deyalaydigan bo'lishning o'zi iymonni komil qiladigan narsadir. Bu hamma kishidan tepilmaydi. Farzandingiz yoki qarindishingiz mana mushundaq o'rinlarga sarf qilish uchun sizdan so'raganda bermasangiz bexil atilasiz. Ular sizdan og'rindi. Alloh uchun bermaslik ham iymonni komil qiladigan ishdir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundaq deyiladi. Iymon 70 nech shoxchidan tuzalgan. Uning eng yuqorisi la ilaha illalloh bo'lsa, uning eng tövini musulmonlarning yo'lidan azarni elib tashlashdir. Yo'ldagi narsalarni tozalash iymondan deb hadisda umumi kelgan. Ammo biz buni mukammal tushunishimiz kerak. Dinsizlarning yo'lni tozalash iymondin deb qaramayli. Faqat musulmonning yo'lini tozalash iymondan hisoblanadi. Haya iymonning jumlasidan, ya'ni iymonning asosiy shoxchilaridan biri hayo dedilar. Haq narsalardan hayo qilgan kishini hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi o'rinlarda maqtadilar. Masalan, bir kishi och edilar. Yo'lda ketayotganda bir yemeklikning turganligini bayqadilar. Uni endi elib turib edi, bir kishi kelib qoldilar. Shuning bilan uni qo'yib qo'ymoqchi bo'lib edi. Bu chaqda eliq kishi qattiq qilib, sen nima uchun meni ko'rib o'zgarib olasan? Bu haq ish tursa, nima qilmoqchi bo'lsang, shuni qil degandek gaplarni qilayotganda Payg'ambar alayhisalom shu yerdan o'tib qoldilar. Ham buni anglab qo'y. Haya ham iymondan dedilar. İnsan bir narsani hech kim ko'rmaganda, masalan aytsak, o'z yolg'iz holatda echilib bemalol ovqatlanishi mumkin. Ammo boshqa odam bu holatda sal tortinib ovqatlanishi mumkin. Mana bu narsa hayodan, uni ham iymondan deymiz. Heyliq kishi qo'sig'i och holatda bo'lgandan keyin bemalol yeyishi kerak edi. Ammo uning boshqa kishini ko'rib tortinishi iymon jumlasidandir. Alloh Qur'onga ergishishni iymonning qismidan hisobladi. Taqvoning ikkinchi sifatlari to'g'risida Alloh subhanahu va taolo sura Baqarada, ya'ni sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi. Balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni so'yish yuzidan xish aqrabolarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul milidan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, saillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakot berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Ana shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega kishilar iymonida rostchil odamlardir. Ana shular taqvodor odamlardir deydi. Ya'ni
malni yaxshi ko'rib turib berish taqvodir. Malni yaxshi ko'rib turib berish degani o'zidan eshib qolgan emas, balki o'zi muhtoj turib berishdir. Taqvo nima? O'ziga kerak turib, o'zi yaxshi ko'rib turib berish taqvodir. Bizda bo'lsa, o'zidan eshib qolgan narsani berish katta ish bo'lib qolgan. Endi bu mallar kimga berildi? Zavil qurbalar, ya'ni qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga. Miskin bilan faqirning farqi, faqir zakotga qodir emas kishilar. Miskin bo'lsa, bir kunlik taomidan boshqa o'qti yo'q kishilardir. İbn Sabillarga, soillarga va qullarning ozodlikqa erishishiga va namozni barpo qilishga berildi. Qur'oni Karim namoz o'qishni emas, namozni barpo qilishni doim zikr qiladi. Biz masalalarni ayirib tushunmasligimiz kerak. Biz doim falonichi yetimlarga yaxshilik qiladi deymiz. Ammo taqvo uchun namozni barpo qilish shart. Zakat berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kirdi. Biz bu haqda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Yuqorida malni yaxshi ko'rib turib berish haqida to'xtalgan edik. Payg'ambar alayhisalom malning zakotdan boshqa haqqi bor dedilar. Abu Talha Madinadagi ansarlarning eng kattasi, maldor kishilardan edi. Uning xormizor bog'lari ko'p edi. U kishiga eng yaxshi ko'riladigan bog'lardan biriha deb atiladigan bo'stonligi bor edi. Bu bo'stonligi masjidi Nabiyga qarab turadi. Payg'ambar alayhisalom fajr namozlarini o'qigandan keyin shu bog'ga kirib suv ichadi. Bu bog' Abu Talha uchun shunga so'yimlik bilinadi. Abu Talha, ya'ni yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqcha, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqcha hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisha olmaysizlar. Allohning yo'lida nimani sarf qilmanglar. Alloh uni bilib turg'uchidir degan oyat nozil bo'lganda Alloh Qur'onda shundoq debdi: "Mening yaxshi ko'rgan narsam biriha, u Alloh yo'lida sadaqat. Men uning yaxshiligini Allohning huzurida ko'rishni xohlayman. Meni xohlagan o'ringa qo'ying" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vah vah dedilar. Ba'zi kishilar setib olganda 800 ming dirham bo'lgan degan rivoyat bor. Bu yerda yana shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, Rasululloh ayollarga: "Ey ayollar jamiyasi, zinnat buyuminglar bo'lsa-mu, Alloh yo'lida sadaqa qilinglar" dedi. Ayol kishi hamma narsasidan mahrum bo'lsa-mu, zinnat buyumlaridan mahrum bo'lmaydi. Zinnat buyumi ayollarning tabiatiga xos. Shundaqla islom ayollarni shu narsa bilan zinnatlanishi uchun yaxshi dedi. Ham shu narsalarning quliga aylanib qolmaslikni targ'ib qildi. Shunda Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning ayoli eriga aytdiki: "Siz nihoyat namrat, qo'lingiz qisqa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sadaqaga buyurib turibdi. Men shu zinnatlarimni sizga bersam, sadaqaga hisob bo'lsa, sizga bo'lmasa boshqalarga beraman" dedi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu buni Rasulullohdan o'zing so'ra, men so'ramayman dedi. Shuning bilan u barsam ansarlarning ayollarimi men o'xshash masalani so'rash uchun saqlab turishgan ekan.
Shu chaqda Bilal radiyallohu anhu chiqib keldilar. Shuning bilan uningga masalamizni aytib, zinnatlarimizni o'z erimizga bersak to'g'ri bo'lamdi yoki yetimlarga bersakmi? Shuni Rasulullohdan so'rab bering, ammo ismlarimizni aytmang dedik. Bilal radiyallohu anhu Rasulullohdan so'radilar. Rasululloh ular kim deb so'radilar. Bilal radiyallohu anhu ansarlardan bir ayol va Zeynep dedi. Rasululloh qaysi Zeynep deb so'radi. Bilal radiyallohu anhu Abdullah ibn Mas'udning ayoli dedi. Rasululloh uning yaqinlik ajri va sadaqat ajridan iborat 2 ajr bo'ladi dedi. La ilaha illalloh. Shuning uchun ba'zi ulamolar ayol kishi boy bo'lib, namrat bo'lsa, o'z eriga boyligidan zakat bersa bo'lamdi, bo'lmamdi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Eri ayoliga zakat bersa mutlaq bo'lmaydi. Lekin ayolining mustaqil mili ko'p bo'lib, eriga zakat bersa bo'ladigan, bo'lmaydiganligida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar yuqorqi rivoyatga asosan bo'ladi degan. Ammo erning ayoliga zakat berishi mutlaq bo'lmaydi. Xulosa, biz yuqorida malni yaxshi ko'rib turib berish degan sifat ustida to'xtaldik. Malni yaxshi ko'rib turib bera oladigan jamiyat baxtiyor jamiyat. Bundaq jamiyat kishilarning qalbida bexillik bo'lmagan jamiyatdir. Ahdiga vafo qilishda ashabilar nurg'un namunlarni yaratdi. Ahdiga vafo qilishda inson oldi bilan Alloh bilan bo'lgan ahdiga vafo qilish kerak. Iymon Alloh bilan banda o'tirsidagi ahdidir. Ibodatda Allohga boshqani shirik qilmaslik ahdidir. Shirik qilish Alloh bilan banda o'tirsidagi eng katta ahdiga xiyonat qilishdir. Alloh mangli ibodat qilinglar deb buyursa, Allohga ham boshqaga teng ibodat qilish bu eng cho'ng xiyonatdir. Sahobalar qiyinchilik va ochliqqa sabr qilish bilan mashhur bo'lgan. Utba ibn G'azvon rivoyat qiladi-ki, Rasululloh bilan men 7-musulmon bo'lgan edim. Bizga hech qanday yemeklik yo'q edi. Bir tüp daraxt bor edi. Hatto ochliqdan shu daraxtning qo'zoqlarini yeyishga majbur bo'ldik. Abdullah ibn Abbas'dan rivoyat qilindi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham uning ahlilari kechqurunni och o'tkazishadi. Ularning yeydigan nonlarining ko'proqi ham arpa edi. Umar ibn Xattob radiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Rasulullohning ochliqdan engishib yurganligini, qo'sig'ini to'yg'izg'idek xo'mi topolmasdan kunlarini och o'tkazganligini ko'rdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldiga Abu Talha qatorliq sahobalar ochliqdan shikoyat qilib keldilar. Bu sahobalar ancha-muncha och qolganiga emas, ochliq jonlaridan o'tib ketgachga shikoyat qilishadi. Ular ochliqdan qo'soqlarga tengib olgan toshlarni Rasulullohga ko'rsatishdi. Tosh sovuq bo'lganlikdan chiqqan o'ringa rahat bo'ladi. Rasulullohmu qornini ichib ko'rsatdi. Umu qo'sqig'iga tosh tengib olgan edi. Mana inson o'z teniga kelgan qiyinchilikqa mushundaq sabr qila olish kerak, birodarlar. Mana bu taqvodor kishilarning sifati. Kasalga sabr qilishmu taqvo sifatidandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: Banda kasal bo'lsa,
Allah Taala farishtalarni avatidi. Mendem kelgan kishilarga nima da'vatidi? Anglanglar deydi. Agar u Allohga hamd sano aytayotgan bo'lsa, Allah farishtalardan so'raydi. U sana hamd sano aytib o'tibdi desa, mendemga aytinglarki, agar vafot toptirsam, uni jannatga kirgizaman. Agar shifo bersam, tenini teximi saqqilaman. Xatolarni kechiraman dedi. Payg'ambarimiz o'ziga kelgan kasallarga ham ko'p sabr qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men Rasulullahning beshi og'rib qolganda uning yeniga kirdim. Uningdan beshing qattiq og'riyotamdi, ey Allohning rasuli deb so'rasam, ha, mening beshim sizlardan ikki odamning beshi og'rigandek og'riyotdi dedi. Men sizlarga ikki ajr bor, shuning uchunmi desam, ha, shuning uchun dedi. Ham musulmon kishiga birar azor yetgan bo'lsa, Alloh taolo shuning bilan uning xatolarini kechirdi. Uning gunohlari xuddi kuzda daraxt g'azonlari to'kilgandek to'kiladi dedi. Anas ibn Nadir o'z otasidan rivoyat qiladi-ki, bu kishi Badr g'azotida qatnasha olmagan edi. Shunga Rasulullohning mushriklar bilan bo'lgan tunji g'azotiga qatnasha olmadim deb ko'p hasratlanadi. Ham agar Rasululloh bilan janglarda birga bo'lsam, Rasululloh xo'shal bo'ladigan ishni qilaman dedi. Uhud jangida mushriklar qattiq hujum qilish natijasida Rasulullohning atrofida sanoqli kishilar qilib, boshqalari ketib qoldi. Shunda emas, İbn Nazir, ey Allah, ularning Rasulini tashlab ketib qolganiga men o'zri aytaman dedi va o'zi mushriklarga qarshi ilgirlab mangdi. Said ibn Muaz uni ko'rib, "Nega mangding?" deb so'radi. U, "Ey Said ibn Muaz, Allohga qasamki, men jannatning hidini purab turibdiman" dedi. Said ibn Muaz mundaq deydi. Jangdan keyin biz Anas ibn Nazir radhiyallohu anhuni bedenining 80 dan ko'proq yerga qilich va nayza urilgan holatda topdik. U kishini yordar holatda to'nig'ilib bo'lmadi. Bu kishining aksi uning belgisiga asosan to'nidi. Allah subhanahu va taolo mana mushundaq ig'ir holatda sabr qilg'uchi kishini haqiqiy sodiq kishilar va haqiqiy taqvodorlar dedi. Ashabilarning jihad maydonidagi fidokorliklari ustida to'xtaladigan bo'lsak, bu to'limi uzun tim bo'lib ketadi. Ya'ni shundaq bir sabr borki, u balkim jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lsa kerak. Ya'ni haq yo'lda atrofingizdagi hamma odamning sizga qarshi bo'lishi. Bu jangdagi sabrdan ham qattiqroq bo'lsa kerak. Bo'libmi, kitobiy sunnatni biladigan kishilarning qarshi bo'lib turishi mana bu to'limi ig'irdir. Mushuninga sabr qilish mana bu haqiqiy taqvodorlarning sifatidir. Siz haq yo'lda turganingizda sizni beqib cho'ng qilgan otangiz yoki siz beqib cho'ng qilgan farzandingiz yoki sizga murvat qilgan tamomiy qarindoshlaringiz sizga qarshi bo'lib tursa, buningga sabr qilish ham ig'irdir, birodarlar. Bundaq chaqda Allah sabr ato qilmasa, odam oson tiyib ketadi. Bu payg'ambarlar sabr qilgan sabrdir. Musa alayhissalomning davrida Fir'avnni bir o'g'il bolaning qo'lida jon berdi degan gap bo'ldi. Shuning bilan Fir'avn yangi tug'ilgan barliq bovoqlarni o'ltirdi. Shunda Musa alayhissalom tug'ilganda
alloh taolo uning qalbiga uni daryoga tashlashni ilhom qildi. alloh taolo Musa alayhissalomni o'z dushmani bo'lgan Fir'avnning qo'lida cho'ng qilishni iroda qildi. Allohning irodasining sirini inson bilmaydi. Musa alayhissalom kichkidan boshlab Fir'avnning oldida shuning qasrida cho'ng bo'ldi. alloh taolo Musa alayhissalomning eng zinnatlik o'rinda cho'ng bo'lib, yana shu zinnatga aldanmasligini iroda qildi. Shundaqla eng katta zolimning oldida eng mehribon bo'lishini iroda qildi va eng katta marhamatlarni ilib turib, shu marhamatlarni qilgan kishini haqqa da'vat qilishni iroda qildi. Alloh Musa alayhissalomni haqni yetkazishga buyurdi. Fir'avn hamma bolalarni o'ltirib seni qoldirgan edim. Seni hamma bolalar ko'rmagan hayotda cho'ng qilgan edim. Ya'ni seni biz uyimizda kichkindan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Aramızda ko'p yillar turmadingmi? dedi. Bu birodarlar intayin ig'ir ish bu. Buningga sabr qilish, haqni yetkazish hamma odamga mumkin bo'ladigan ish emas. Yaxshilik qilgan kishiga haqni yetkazish ham uningga sabr qilish payg'ambarlar ham payg'ambarlarga ergashgan kishilarga nisb bo'ladi. Mana mushuninga sabr qilish haqiqiy taqvo kishining sifatidir. Alloh bir kishini bir maqsad uchun tanlasa, uningga mana shundoq sabr bosqichlarini ko'rsatadi. Chunki u kelgusida mushu bosqichlarni besib o'tgan omonatli kishi bo'lish kerak. Mana Musa alayhissalom mushundaq sinaldi. Rasulullohni Abu Talib o'z o'g'illaridan chori ko'rib tarbiya qilgan edi. Ammo Rasululloh alayhissalatu vassalam Abu Talibning noto'g'ri so'ziga kirmadi. Ham uni haqqa da'vat qildi. Hatto o'ng qo'limga oyni, so'l qo'limga kunni bersanglarmi, bu yo'ldan yonmayman. Ya mushu ish g'alaba qiladi, ya men mushu yo'lda o'laman dedi. Iymon, taqvo masalasi mana mushundoq bo'lish kerak. U xohlasa qiladigan, xohlamasa qilmaydigan mizojiy masala bo'lib qolmaslik kerak. Alloh subhanahu va taolo Anas ibn Nazir haqida, ya'ni mu'minlarning ichida Rasululloh bilan g'azotga chiqqanda sabatlik bo'lib, shahid bo'lganga qadar dodillik bilan jang qilish to'g'riliq Allohga bergan ahdini ishga oshirgan nurg'un kishilar bor. Ularning ba'zisi ahdiga vafo qilib shahid bo'ldi. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda. Ular Rabbiga bergan ahdisini hargiz o'zgartgani yo'q degan oyatni nozil qildi. Bizdan ahdini buzganlar o'tib ketdi. Endi qolganlar ahdini buzamdi yo'q. Bular Alloh taolaning imtihonidir. Ba'zisi shahid bo'lishni kutmoqda degan oyat teriklarga ishora. Alloh g'ariblarga Allohning muboraklari bo'lsin deganlar. Haqiqiy g'arib kim? G'aribning bir qancha ma'nosi bor. G'arib shuki yosh, havasman, o'yin kulki qiziqqan, nima qilay desa shuni qila oladigan mezgilida Alloh meni nimaga buyuribdi, shuni bilib olay, qaytirgandan qaytay degan yosh yigitlar haqiqiy g'ariblardir. Allohning muboraklari shundaq yigitlargadir. Atrofidagi hamma nohaq yo'lda turib, u xato yo'lda deb tuhmat qilingan. Ammo Alloh yo'lida hammani ko'tirib, haqdan siljimay turganlar haqiqiy g'ariblardir. Alloh mana mushunda g'ariblikka Rasulullohning tili bilan muborak bo'lsin deydi. Taqvo mana shudir. Abu Vaqidlasi
rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhisalom zikr qilib, sahobalarga ba'zi narsalarni eslatib, kelajakda fitna bo'ladi dedi. Sahobalar shu fitnaga duch kelganda nima qilamiz deb so'radi. Rasululloh shu davrga murojaat qilsalar, shu vaqtda to'g'ri deyilganni olasizlar, tark qilinganni tark qilsizlar dedi. İmam Tirmizi Rasulullohning mundaq bir hadisini rivoyat qilgan. Odamlarga bir zaman keladi-ki, ummatimda ixtilof kuchayganda mening sunnatimni tutgan odam cho'g'ni tutgandek tutib turdi. Haqiqatda sunnat amalni qilsangiz kulki bo'lasiz. Fitna hamma ish bo'ladi. Shunga sunnatni tutish nihoyat ig'irdir, birodarlar. Taqvo kishilar farzandlaridan, ahlilaridan mahrum bo'lganligiga sabr qilishadi. Agar Rasulullohning o'g'il farzandlari bo'lganda kishilar ergishib ketadi. Shunga Alloh Rasuliga o'g'il farzand ato qilib, ondan uni vafot toptirdi. Mana Shia mazhabidagilar Ali radiyallohu anhu haqida tamomiy botil aqidalarni to'qishib yurishidi. Ashabalardan Abu Talha, ya'ni jannatning hidini puravatiman deb shahid bo'lgan. Melining eng yaxshisini Allohning yo'lida bergan Abu Talha radiyallohu anhu sirtga chiqib ketganda, uning kichik bolasi vafot topdi. Abu Talha qaytib keldi. Ham o'g'limga nima bo'ldi deb so'radilar. Ayoli Salim avvalgi holatidan tinchroq bo'lib qoldi dedi. Abu Talha buni uxlab qoldi deb tushundi. Ondan ular g'izolandi. Ham shu kechida ular birga bo'ldi. Shundan keyin ayoli "Endi balını o'rab qo'yayli" dedi. Bu yerda ayol kishi er kishini qandoq kutib bilishini islom bizga ta'lim beryotidi. Ya'ni tashvishni xotirjam qilishni bayon etyotidi. Abu Talha aytisi balını Rasulullohning oldiga elib berib dafn qildi. Rasululloh Abu Talhaga "Ikkinglar muborak kechini o'tkazdinglar" dedi. Abu Talha "Ha" dedi. Rasululloh "Allah subhanahu va taala ikkinglarga barakat berdi" dedi. Keyin Abu Talha bir farzandlik bo'ldi. Ham uni Rasulullohning oldiga ilib keldi. Rasululloh uni xomilan ig'izlantirib berdi. Ham "Alloh sizlarga farzand barakatini berdi" dedi. Ansarlardan bir kishi "Men Abu Talhaning 9 o'g'lini ko'rdim. Ularning hammasi hafizli Qur'on edi" deydi. Ashabilarning hammasi mana shundaq edi. Mal sarf qilsa eng yaxshisini beradi. Farzandlaridan ayrilib qolsa sabr qiladi. Jang maydonida tanlari par bo'lib ketsa-mu, jangdan qaytmaydi. Qaysi maydonda yaxshi sifat bo'lsa, shuni egallaydi. Biz bu dersimizde Allah subhanahu ve Taala'nın kitabideki taqvo sifatining o'rnini o'rganib o'tdik. Hem muttaqinlarning tarixidan ikki taqvo sifatini o'rgandik. Allah subhanahu ve Taala'nın bu sifatlarni o'z hayotimizga tatbiq qilishga hem bizni shu sifatdagi kishilardan bo'lishga nasib qilsin. Mu'min odam agar o'zida bu islomiy axloqlarni mujassam qilsa, mujassam qila olsa, tavranmas toqqa o'xshash uni hech qanday musibat tavrtalmaydi. U mu'min hamma musibatdan o'ziga xulosa chiqarib oladi. Bu dunyo va oxiratlik saodatning egasi bo'ladi. Taqvo sifati bugungi hayotimiz uchun zarur bo'lg'achqa, u vaqtda ko'proq to'xtalib o'tganimiz muvofiq bo'lsa kerak.
Elhamdülillah yuqorida Abduveli Qari Rahimullah'ın İslamik derslerinden tanlanmalar 12. ders taqvodorlik haqida degan temani angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.